Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videomiz juda muhim mavzuga bag'ishlangan bo'lib, agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa, bu ma'lumot siz uchun ayniqsa dolzarbdir. Hukumat tomonidan qabul qilingan yangi qarorga ko'ra, ba'zi pensionerlarga ilgari mavjud bo'lgan imtiyozlar endi taqiqlanishi yoki cheklanishi mumkin. Bu o'zgarishlar sizning kundalik hayotingizga, oilaviy byudjetingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun diqqat bilan tinglang va har bir tafsilotni e'tiborsiz qoldirmang. Kanalimizga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing va do'stlaringizga ham ulashing. Chunki bu ma'lumotlar hammaga kerak va ko'pchilik hali bu haqida xabardor emas. Keling, avvalo vaziyat qanday bo'lganini va nima sababdan bunday o'zgarishlar yuzaga kelganini tushunib olaylik. Avvallari mamlakatimizda nafaqaga chiqqan har bir fuqaro ishlaydimi yoki yo'qmi, qancha daromad topishidan qat'iy nazar bir qator ijtimoiy imtiyozlardan foydalanish huquqiga ega edi. Masalan, jamoat transportida bepul yurish yoki arzonroq yo'l haqi to'lash, kommunal to'lovlar uchun imtiyozlar, ba'zi tibbiy xizmatlar uchun chegirmalar va hatto yiliga bir marta sanatoriy kurort yo'llanmalarini arzon narxda olish imkoniyati mavjud edi. Bu imtiyozlar ko'pchilik uchun, ayniqsa kam ta'minlangan pensionerlar uchun keksalik davrida moddiy ahvolni yengillashtirishga yordam berardi va ularning ijtimoiy himoyasini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etardi. Hukumat bu mexanizmni qariyalarni qo'llab-quvvatlashning samarali usuli deb bilardi va shuning uchun bu tizim uzoq yillar davomida amalda bo'ldi. Ko'pchilik pensionerlar aynan shu imtiyozlar tufayli o'zlarining kam nafaqalari bilan ham kun kechira olardilar. Masalan, shaharda bepul avtobusda harakatlanib, transport xarajatlaridan tejash imkoniyatiga ega edilar. Yoki qishda isitish uchun kamroq pul to'lash orqali byudjetlarni sezilarli darajada tejashga muvaffaq bo'lardilar. Endi vaziyat tubdan o'zgardi. Yaqinda qabul qilingan deylik, aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni yoki vazirlar mahkamasi qaroriga muvofiq ishlaydigan va ma'lum bir daromad chegarasidan yuqori daromadga ega bo'lgan pensionerlar uchun bu imtiyozlarning bir qismi bekor qilinishi yoki cheklanishi ko'zda tutilgan. Bu degani, agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz va qo'shimcha ish haqi olsangiz, ilgari ega bo'lgan ba'zi afzalliklaringizdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Asosiy maqsad ijtimoiy adolatni ta'minlash va davlat byudjetining yukini kamaytirishdir. Hukumatning fikricha, agar pensioner ishlasa va uning umumiy daromadi ma'lum bir miqdordan oshib ketsa, uning ijtimoiy imtiyozlarga bo'lgan ehtiyoji kamayadi va shu sababli bu imtiyozlarni haqiqatan ham muhtoj bo'lganlarga yo'naltirish maqsadga muvofiqdir. Bu choralar aytilishicha davlat mablag'larini yanada samarali taqsimlashga qaratilgan. Ya'ni ilgari barcha pensionerlarga bir xil asosda berilgan imtiyozlar endi daromadga bog'liq bo'lib qoldi. Endi pensiya jamg'armasi va boshqa tegishli idoralar sizning rasmiy ish joyingiz va u yerdan oladigan maoshingiz haqidagi ma'lumotlarni solishtirib, umumiy daromadingizni aniqlaydi va shunga qarab imtiyozlaringizni qayta ko'rib chiqadi. Keling, endi bu o'zgarishlarning tafsilotlarini chuqur ko'rib chiqamiz. Kimlar xavotirga tushishi kerak va kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchidan, kimlar xavotirga tushishi kerak? Bu avvalambor rasmiy ravishda ishlaydigan va umumiy daromadi, nafaqa ish haqi hukumat tomonidan belgilangan chegaradan yuqori bo'lgan pensionerlardir. Hukumat tomonidan belgilangan chegara hozircha mavjud bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra minimal hisoblash bazaviy miqdorining MHS 2 barobari, ya'ni 2 MHS etib belgilangan. Bu shuni anglatadiki, agar sizning nafaqangiz va ish haqingiz yig'indisi 2 minimal hisoblash bazaviy miqdoridan yuqori bo'lsa, siz ilgari foydalangan ba'zi imtiyozlaringizdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Keling, aniq misollar bilan tushuntiraman. Asterisk birinchi misol xavotirga tushishi kerak bo'lgan vaziyat. Ahmad aka 65 yoshda 20 yildan ortiq ish stajiga ega bo'lib, uning oylik nafaqasi hozirda deylik 25 narxini tashkil etadi. Bu taxminan 5-6 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin, minimal hisoblash bazaviy miqdori o'zgarishiga qarab. Ahmad aka nafaqaga chiqqan bo'lsa-da, sog'ligi yaxshi bo'lganligi sababli o'z bilim va tajribasini baham ko'rish maqsadida mahalliy maktabda yarim stavka qorovul bo'lib ishlaydi. Uning oylik ish haqi 1000. 2 MHsiz taxminan 400-500 ming so'mni tashkil etadi. Keling, hisoblab chiqaylik. Ahmad akaning umumiy oylik daromad nafaqa 7-5 MH ish haqi 2-7 MHni tashkil etadi.
agar hukumat belgilagan chegara 2 yil maxsus bo'lsa. Ahmad akaning umumiy daromadi bu chegaradan sezilarli darajada 0,7 MHS ga oshib ketadi. Natijada Ahmad aka endi ilgari ega bo'lgan bepul jamoat transporti imtiyozidan va kommunal to'lovlar subsidiyasidan mahrum bo'lishi mumkin. Bu uning oilaviy byudjetiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki har oy jamoat transportiga pul sarflash va kommunal to'lovlarni to'liq miqdorda to'lash uning xarajatlarini oshiradi. Uning oyiga kamida 170 ming so'm qo'shimcha xarajatga tushishi mumkin. Bu esa nafaqaxo'r uchun ancha katta mablag'dir. Ikkinchi misol yana bir xavotirli vaziyat. Oysha aya 60 yoshda uning nafaqasi beruvchi. Oysha aya o'z mutaxassisligi bo'yicha xususiy klinikada to'liq stavkada hamshira bo'lib ishlaydi va uning oylik maoshi 5 MHS. Uning umumiy daromadi nafaqa 3 mesh haqi 8 MHS ni tashkil etadi. Bu ham belgilangan 2 MHS chegarasidan ancha yuqori. Oysha aya ilgari yiliga bir marta arzon narxda sanatoriy kurort yo'llanmasi olish huquqiga ega edi va undan muntazam foydalanardi. Endilikda uning yuqori daromadi tufayli bu imtiyozdan mahrum bo'lishi mumkin. Bu Oysha ayaning sog'ligini tiklash imkoniyatlariga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki sanatoriy yo'llanmasining to'liq narxini to'lash uning uchun qiyin bo'lishi mumkin. Uning ruhiy holatiga ham bu ta'sir qilishi mumkin. Chunki u endi o'z sog'ligiga g'amxo'rlik qilishda ma'lum bir yordamdan mahrum bo'ladi. Endi kimlar xotirjam bo'lishi mumkinligini ko'rib chiqaylik. Bu avvalambor rasmiy ravishda ishlamaydigan pensionerlardir. Ular qancha daromadga ega bo'lishidan qat'iy nazar, agar bu daromad rasmiy ish haqi bo'lmasa, barcha imtiyozlarni saqlab qoladilar. Shuningdek, rasmiy ravishda ishlaydigan, ammo umumiy daromadi nafaqa ish haqi belgilangan chegaradan past bo'lgan pensionerlar ham xavotirlanishi shart emas. Uchinchi misol xavotirga tushishi shart bo'lmagan vaziyat. Dilshod aka 70 yoshda, uning nafaqasi shart bo'lmagan vaziyat. U ishlamaydi. Uning yagona daromadi nafaqasi bo'lib, u barcha mavjud imtiyozlarni, bepul transport, kommunal to'lov subsidiyalari, tibbiy chegirmalar va boshqalar saqlab qoladi. Uning daromadi belgilangan 2 MHS chegarasidan past bo'lganligi sababli bu yangi qoidalar unga ta'sir qilmaydi. U o'zining odatiy turmush tarzini davom ettira oladi. 4-misol, yana bir xavotirga tushishi shart bo'lmagan vaziyat. Zumrad opa 12 yoshda, uning nafaqasi 2 MHS. U davlat bog'chasida yarim stavka farrosh bo'lib ishlaydi. Maoshi esa 10 MHS. Uning umumiy daromadi nafaqa 0 MHS ish haqi 20 MHS ni tashkil etadi. Ko'rib turganingizdek, uning umumiy daromadi belgilangan 2 MHS chegarasidan past. Demak, Zumrad opa ham barcha imtiyozlarni saqlab qoladi. U bemalol jamoat transportida bepul harakatlanishi, kommunal to'lovlar uchun subsidiyadan foydalanishi mumkin. Ushbu misol shuni ko'rsatadiki, hatto ishlayotgan pensionerlar ham, agar ularning umumiy daromadi yuqori bo'lmasa, hech qanday yo'qotishlarga uchramaydilar. Bu holat hukumatning ijtimoiy adolat tamoyiliga amal qilgan holda, moddiy jihatdan qiynaladigan, lekin o'z mehnatini davom ettirayotgan kishilarni himoya qilishga urinishidir. Bu erda eng muhim narsa rasmiy ish joyi va umumiy daromad tushunchalarini to'g'ri tushunishdir. Agar siz masalan uyda qo'l mehnati bilan shug'ullanib, mahsulotlarni sotib daromad topsangiz, yoki farzandlaringiz sizga moddiy yordam bersa, yoki sizning nomingizda ijara uchun berilgan kvartira bo'lsa-da, bu daromad rasman soliq idoralari va pensiya jamg'armasi tomonidan qayd etilmasa, u sizning rasmiy daromadingiz hisoblanmaydi. Faqatgina mehnat shartnomasi asosida olingan ish haqi, ya'ni rasmiy ish joyidan olingan daromad umumiy hisob-kitobga kiritiladi. Bu juda muhim farq, chunki norasmiy daromadlar hukumat tomonidan nazorat qilinmaydi va shuning uchun imtiyozlaringizga ta'sir qilmaydi. Endi esa ushbu yangi qoidalar doirasidagi istisnolar, ehtimoliy qiyinchiliklar va noaniq nuanslar haqida batafsil to'xtalib o'taylik. Bu qism ayniqsa murakkab vaziyatlarga tushib qolishi mumkin bo'lganlar uchun juda foydali bo'ladi. Istisnolar. Barcha pensionerlar ham bu cheklovlarga duch kelmaydi. Hukumat har doim ma'lum bir toifadagi fuqarolar uchun alohida yondashuvni saqlab qoladi. Masalan, urush qatnashchilari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etganlar, shu jumladan radiatsiyaviy hududda xizmat qilgan harbiylar, shuningdek I va 2 guruh nogironligi bo'lgan shaxslar bu cheklovlardan to'liq ozod qilinishi mumkin. Ularning ijtimoiy himoyasi ustuvor ahamiyatga ega bo'lib, ishlaydimi yoki yo'qmi, qancha daromad topishidan qat'iy nazar, barcha imtiyozlar ularga saqlanib qoladi.
Bu toifadagi fuqarolar har doim davlatning alohida himoyasi ostida bo'lganlar va bu holat o'zgarmaydi. Bunday shaxslarning ro'yxati va ularga taalluqli imtiyozlarning to'liq doirasi tegishli qonun hujjatlarida aniq ko'rsatilgan bo'ladi. Shuningdek, ba'zi ijtimoiy ahamiyatga ega kam maoshli lavozimlarda ishlayotgan pensionerlar, masalan, chekka hududlardagi kutubxonachilar, madaniyat xodimlari, qishloq maktablardagi farroshlar uchun ham maxsus istisnolar yoki yuqori daromad chegaralari belgilanishi mumkin. Bu holatlarda ularning jamiyatga qo'shgan hissasi va past maoshlari hisobga olinadi. Masalan, qishloq joylardagi tajribali o'qituvchilarning nafaqaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etishlari va shu bilan birga imtiyozlarni saqlab qolishlari uchun alohida mexanizmlar yaratilishi mumkin. Bu albatta ma'lum bir sektorlardagi kadrlar yetishmovchiligini qoplashga ham xizmat qiladi. Ehtimoliy qiyinchiliklar va noaniq nuanslar bu yangi qoidalar o'zida bir qancha qiyinchiliklar va tushunarsiz jihatlarni ham yashirishi mumkin. Asli ro'yxatdan o'tmagan daromadlar, norasmiy daromadlar, ko'plab pensionerlar rasmiy ish joyidan tashqari turli norasmiy manbalardan ham daromad topadilar. Masalan, o'z uyida tikuvchilik bilan shug'ullanib buyurtmalar olish, bozorlarda kichik savdo qilish, dars berish, repertorlik yoki qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotish kabi. Bunday norasmiy daromadlar pensiya jamg'armasi yoki soliq idoralari tomonidan hisobga olinmaydi. Chunki ular rasmiy ravishda qayd etilmagan. Natijada bunday pensionerlar dastlab o'zlarini xavfsiz his qilishlari mumkin. Biroq agar ma'lum bir sababga ko'ra bu norasmiy daromadlar aniqlansa va ularning miqdori hukumat tomonidan belgilangan chegaradan oshsa, ular nafaqat imtiyozlardan mahrum bo'lishlari, balki ba'zi hollarda ortiqcha olingan imtiyozlar uchun jarima yoki ularni qaytarish talabi bilan ham duch kelishlari mumkin. Bu kabi holatlarning oldini olish uchun hamma ham rasmiy daromad manbalariga ega bo'lishi kerak. Ayniqsa soliq qonunchiligida o'zgarishlar bo'lsa, daromadni noto'g'ri hisoblash, umumiy daromadni hisoblashda nafaqadan tashqari ish haqiga qo'shimcha ravishda olinadigan mukofotlar, bir martalik to'lovlar, moddiy yordam kabi mablag'lar qanday hisobga olinadi? Bu savol ochiq qoladi. Daromad har oyda o'rtacha hisoblanadimi yoki ma'lum bir davr uchun umumiy yig'indisi olinadimi? Masalan, agar pensioner yilga bir marta katta mukofot olsa, bu uning imtiyozlariga qanday ta'sir qiladi? Bu kabi noaniqliklar pensionerlar va tegishli idoralar o'rtasida tushunmovchiliklarga sabab bo'lishi mumkin. Bu jarayonda shaffoflikni ta'minlash muhimdir. O'ttiz astash xabardorlikning yetishmasligi. Eng katta qiyinchiliklardan biri shundaki, ko'plab pensionerlar ushbu yangi o'zgarishlar haqida yetarli darajada xabardor bo'lmasliklari mumkin. Ular imtiyozlar to'satdan bekor qilinganini yoki cheklanganini bilib, o'zlarini noqulay ahvolda his qilishlari mumkin. Bu aynan shuning uchun ham biz ushbu videoni tayyorladik. Bunday ma'lumotlar televideniye, radio, mahalliy hokimiyat organlari va mahallar orqali kengroq tarqatilishi zarur. 4. Ma'lumotlarni hisobot qilish majburiyati. Pensionerlar o'zlarining ish joyi va daromadlari haqidagi o'zgarishlarni o'zlari xabar qilishlari kerakmi? Yoki tegishli organlar bu ma'lumotlarni avtomatik ravishda, masalan, soliq idoralari va ijtimoiy sug'urta bazalari orqali kuzatadimi? Ko'pincha bunday tizimlar avtomatik ma'lumot almashinuviga asoslanadi. Bu pensionerlarga ortiqcha yuk tushishining oldini oladi. Lekin shu bilan birga ma'lumotlar bazalarining aniqligi va dolzarbligi muhim ahamiyat kasb etadi. Agar ma'lumotlar bazasida xatolik bo'lsa, pensionerning huquqlari buzilishi mumkin. 5. Apellyatsiya jarayoni. Agar pensioner o'z imtiyozlari noto'g'ri bekor qilinganiga ishonsa, u qayerga murojaat qilishi mumkin? Kimga shikoyat qilishi mumkin? Shikoyatlarni ko'rib chiqish muddati qancha va qanday hujjatlar talab qilinadi? Bu jarayon aniq va tushunarli bo'lishi kerak. Odatda apellyatsiyalar pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga yoki ijtimoiy himoya bo'limlariga yozma ravishda taqdim etiladi. 6. Vaqtincha ish bilan ta'minlanish. Agar pensioner faqat bir necha oy davomida ishlasa, masalan, mavsumiy ishlarga jalb qilinsa, bu uning yillik imtiyozlariga qanday ta'sir qiladi? Imtiyozlar faqat ishlagan davrda bekor qilinadimi yoki butun yil davomida? Bu ham hal etilishi kerak bo'lgan muhim nuansdir. Masalan, qishloq xo'jaligida mavsumiy ishlarda band bo'lgan pensionerlar uchun alohida qoidalar ishlab chiqilishi mumkin. Bu kabi noaniq nuanslar ushbu yangi qonun hujjatining samarali va adolatli qo'llanilishiga to'siq bo'lishi mumkin. Shuning uchun
Hukumat bu masalalarga aniqlik kiritish va fuqarolarni to'liq xabardor qilishi lozim. Xo'sh, hurmatli tomoshabinlar, bu o'zgarishlar sizga ta'sir qilishi mumkin bo'lsa, nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlar qo'yish lozim? 1. O'z holatingizni tekshiring. Avvalambor sizning ishlayotgan yoki ishlamayotganligingizni aniqlang. Agar ishlayotgan bo'lsangiz, ish rasmiymi yoki norasmiymi, buni aniqlash juda muhim. Agar rasmiy ish joyingiz bo'lsa, oylik nafaqangiz va ish haqingizni hisoblab chiqing. Ularning yig'indisi hukumat tomonidan belgilangan chegaradan, hozirgi vaziyatda IKMKSdan yuqori bo'ladimi, yo'qmi, aniqlang. Bu sizning shaxsiy vaziyatingizni tushunish uchun asosiy qadamdir. Minimal hisoblash bazaviy miqdori va u bilan bog'liq chegara miqdori vaqti bilan o'zgarishi mumkinligini unutmang. Shuning uchun eng so'nggi ma'lumotlarga ega bo'lishga harakat qiling. 2 asos tegishli organlarga murojaat qiling. Agar sizda savollar tug'ilsa yoki o'z holatingizga aniqlik kiritmoqchi bo'lsangiz, shoshilinch ravishda tegishli idoralarga murojaat qiling. Astish pensiya jamg'armasi hududiy bo'limi. Aynan ular sizning nafaqangizni hisoblash va imtiyozlaringizni belgilash bilan shug'ullanadilar. Ular sizga o'zgarishlar haqida eng aniq va dolzarb ma'lumotlarni bera oladilar. Sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining filialiga borib, shaxsan maslahat olishingiz yoki ishonch telefonlari orqali bog'lanishingiz mumkin. Ashtish mahalliy ijtimoiy himoya bo'limi. Agar siz kommunal to'lovlar uchun subsidiyalar yoki boshqa ijtimoiy imtiyozlar haqida bilmoqchi bo'lsangiz, bu bo'limga murojaat qilishingiz kerak. Ular har bir imtiyozning shartlari va uning yangi qoidalar doirasida amal qilmasligi haqida ma'lumot beradi. Ish beruvchingiz, agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz bilan maslahatlashing. Ular ham yangi qonun hujjatlari haqida xabardor bo'lishlari kerak va sizning ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etishda yordam bera oladilar. Ba'zi kompaniyalar o'z xodimlari bo'lgan pensionerlarga qonunchilikdagi o'zgarishlar bo'yicha maslahatlar beruvchi mutaxassislarni jalb qilishadi. 30 asos kerakli hujjatlarni tayyorlang. Murojaat qilayotganingizda sizdan bir qator hujjatlar talab qilinishi mumkin. Ularni oldindan tayyorlab qo'yish vaqtingizni tejaydi. Pasport sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Nafaqa guvohnomasi. Nafaqaxo'r ekanligingizni tasdiqlovchi hujjat. Mehnat daftarchasi agar ishlayotgan bo'lsangiz. Ish stajingizni va ish joyingizni tasdiqlovchi hujjat. Mehnat shartnomasi agar ishlayotgan bo'lsangiz. Ish joyingizdagi shartnomangizning nusxasi. Daromad to'g'risidagi ma'lumotnoma. Ish beruvchingizdan olingan oxirgi 6 yoki 10 oylik daromadingiz, ish haqingiz haqidagi rasmiy ma'lumotnoma. Bu sizning umumiy daromadingizni hisoblash uchun asos bo'ladi. Agar sizda istisnolar toifasiga kirishingizni tasdiqlovchi hujjatlar bo'lsa, masalan, nogironlik guvohnomasi, urush qatnashchisi guvohnomasi, ularni ham tayyorlab qo'ying. 4. Murojaatni to'g'ri yozish. Agar siz yozma murojaat qilishingiz kerak bo'lsa, uni aniq va tushunarli tilda yozing. Murojaatda o'zingizning to'liq ism-sharfingizni, manzil va telefon raqamingizni, nafaqa seriya raqamingizni, ish joyingiz va daromadingiz haqidagi ma'lumotlarni ko'rsating. Qaysi imtiyozlar bo'yicha savolingiz borligini aniq yozing va aniqlik kiritishni so'rang. Yozma murojaatingizning 2 nusxasini tayyorlang. Birini tegishli organga topshirib, ikkinchisiga qabul qilganlik to'g'risida shtamp yoki imzo qo'ydirib oling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarning oldini olishga yordam beradi. 5. Hujjatlar nusxalarini saqlang. Barcha yozishmalar va taqdim etilgan hujjatlarning nusxalarini, ayniqsa olingan javoblar va ma'lumotnomalarni saqlab qo'ying. Bu agar keyinchalik muammolar yuzaga kelsa, o'z huquqlaringizni himoya qilish uchun sizga dalil bo'lib xizmat qiladi. Eng asosiysi vahimaga tushmaslik, ammo shu bilan birga beparvo ham bo'lmaslik. Ma'lumotlarga ega bo'lish va o'z vaqtida chora ko'rish sizni kutilmagan yo'qotishlardan himoya qiladi. Xulosa qilib aytganda, bugungi videoda muhokama qilingan o'zgarishlar, ya'ni yugurib daromadli ishlaydigan pensionerlarga nisbatan ba'zi ijtimoiy imtiyozlarning cheklanishi yoki bekor qilinishi juda jiddiy ahamiyatga ega. Bu hukumatning ijtimoiy siyosatda yangi bir bosqichni anglatadi va har bir nafaqaxo'r o'z holatini baholab, zarur choralarni ko'rishi lozim. Bu shuni anglatadiki, agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz va rasmiy ish joyingizdan daromad olsangiz, o'z umumiy daromadingizni aniq bilishingiz va belgilangan chegaradan oshib ketmasligini tekshirishingiz shart. Unutmang, ushbu o'zgarishlar asosan moddiy jihatdan yaxshi ta'minlangan ishlaydigan pensionerlarga taalluqlidir.
va davlat ayniqsa muhtoj va ishlamaydigan pensionerlarga yordam berishda davom etadi. Bu yangi qoidalar sizga qanday ta'sir qilishini bilish biz uchun juda muhim. Shuning uchun o'z fikrlaringizni, savollaringizni va shu mavzudagi shaxsiy tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir izohingiz boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Biz kelgusida ham siz uchun foydali va dolzarb ma'lumotlar tayyorlashda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Doimo xabardor bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.